Xitoy Davlat Kengashi uchur ishxonasi payshanba kuni atalmish Xinjiangdagi ishga o'rilish bexatarlik temasidagi aqtashliq kitobni e'lon qildi. Ba'zi jamoat fikri bu Amerika hukumatining yaqinda Sharq Turkistondan ba'zi mahsulotlarni cheklashning inkosi deb qaragan. Aqtashliq kitobda 2014-yildan 2019-yilgacha Xinjiangdagi ishga o'rlashganlarning umumiy soni 11 million 350 mingdan 13 million 300 mingga yetib 20% ga yaqin oshgan. Yerlik shahar aholilarining kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimmi 23 200 dan 34 700 ko'paydi. Xinjiang azaldan ishchilarning ishga o'rilish orzusiga hurmat qilib, ishga o'rlashtirish siyosatini tuzish, ishga o'rilish oldidagi tarbiyalashni muhim asos qilib, ularning barobar xizmat huquqiga unumli kafolat qilgan deb ko'rsatilgan. Aqtashliq kitobda yana Xinjiang ishchilarning barobar xizmatga erishish, ish haqqi, ta'minlash, xizmat bexatarligi, diniy e'tiqod erkinligi va o'zlarining tilida so'zlash va yoziqlarini ishlatish huquqiga unumli kafolatlik qildi. Xalqaro emgak va kishilik huquq o'lchimini aktiv yo'l qo'yib, yashash va taraqqiyot huquqini texim yuqori qatlam va texim keng doirada amalga oshirish uchun puxta asos soldi degan. Mana bu tajovuzchi Xitoyning o'zini oqlashda tap tortmasdan qilgan yolg'onchiligi. Yaqinda nurg'ulg'an xalqaro axborot va tadqiqot o'rinlari ko'plagan Sharq Turkiston Uyg'urlarining majbur emgak bilan shug'ullanganligini, ularning Xitoy qurgan tutib turish lagerlaridan bevosita avatilganligini oshkorlagan. Amerika Tamojna va chegara mudofaasi dushanba kuni vaqtliq tutib qolish buyrug'ini naql keltirib, Xitoyning 4 shirkati va bir tarbiyalash markazidan paxta, kiyim-kechak, elektronlik zapchas va boshqa mahsulotlarning import qilinishini cheklab, mazkur mahsulotlarning majburiy emgak bilan ishlab chiqarilganligini o'ttirib qo'ygan.